sirli, haqiqat, taqdir, qismat. Nuriddin Ismoilov, jaholat qurbonlari. Dilim xira tortib tashqariga chiqdim. Qorong'ida qabrdan chiqqan murdalar ancha naridagi bo'sh yerga palatga qurishmoqda edilar. Ularning baqir-chaqiri, kulgisi baland edi. Demakki xushchaqchaq, demakki menga berilgan in'omdan ular ham bahramand bo'lishgan. Qurilishga qo'l solishay deb bordim yonlariga. Avvaliga hech kim menga e'tibor bermadi. Aftidan tanishmadi shekilli. Angrayib turaverdim. Nihoyat bittasi yonimga kelib, "Birodar, siz bugun mehmonsiz, dam olishingiz kerak" dedi. Zerikdim. Sizlar mehnat qilib turganlaringizda men chetda qolib ketsam to'g'ri kelmas. Yashang, deya maqtadi u meni. Irodangiz mustahkamligi, iymoningiz butligi shundoqqina ko'rinib turibdi. 3 soatlar chamasi tinimsiz mehnat qilinganidan keyin ish oxirladi. Hamma xorib toldi. Yangi bitgan imoratning eshigi yonida to'plandik. Keyin chordona qurib o'tirdik. Tun yarmidan o'tdi. Bundan ko'ra yotoqqa kirib dam olinsa yaxshi emasmi deya o'yladim men. Ammo ularning ko'zlarida allanimadandir umidvorlik bor edi. Hayron bo'ldim. Nimani kutishayotgan ekan deb. Birozdan keyin hamma narsa ravshan bo'ldi. A'zamning qarorgohidan chiqib kelgan Soqoltoy hammaga 2 donadan sigareta ulashib chiqdi. O'tirganlar sapchib o'rinlaridan turib ketishdi. Men esa qo'limdagi sigareta donalarini sekin hidlab ko'rdim. Chekmaganligim bois uning nima ekanligini bilolmadim. Bu paytda boshqalar o'zlarinikini tutatib ulgurishgan edilar. Chekishlari boshqacha edi. Tutunni jon jaqlari bilan ichlariga yutib, biroz ushlab turganlaridan keyin xo'rsinishga o'xshash nafas chiqarardilar tutunga qo'shib. Nasha kayfini bir marta sinab ko'rdim. Lazzati qanaqa bo'lishini bilib oldim. Haqiqatan ham boshqacha. Biroq bu boshqachalik ertaga odamni boshqacha qilib tashlashini ikkinchi marta bundan 3 soatlar muqaddam ko'rdim. Sekin yotoq tomonga ketayotib qo'limdagi sigareta donalarini ezg'ilab tashladim. Endigina A'zamning qarorgohi yoniga yetganimda palatka ichkarisidan ayol kishining kulgisi eshitildi. Shumligim tutdi. A'zam deganlarning haqiqiy basharasini bilib olish uchun avval o'zimizning palatkaga kirib hammaning uxlashini kutdim. Biror soatga yaqin vaqt o'tganidan keyin chodirdan tashqariga chiqdim. O'ylaganimdek atrof suv quygandek jimjit edi. Faqat uzoq-uzoqdan hasharotlarning chirillagan ovozlari eshitilib turardi. Sekin imomning yotog'i eshigi yoniga borib, ichkariga quloq tutdim. Birorta sado eshitilmadi. O'sha payt josuslikda orttirgan tajribam qo'l keldi. Ovoz chiqarmasdan oyoq ushida ichkariga kirdim. Biz kunduzi osh yegan joyimizda hech kim yo'q edi. Ammo to'silgan devor ortidan xira yorug'lik taralib turardi. Bildimki, hurmatli boshqon shu tomonda orom olish bilan ovora. Endi taqsir, ozgina bezovta qilamiz. Chidaysiz, deya xayolimdan o'tkazib, yotoq tomon mo'raladim. Albatta birovning to'shagiga mo'ralash odobdan emas. Lekin men kimligini aniqlamoqchi bo'lgan odam oddiygina birov emasdi. Ikki tomonida 2 sohib jamol chiroqning xira yorug'ida vallomatni opichlab olishgancha pishillabgina uxlashar edi. Ularning har ikkalasining nozik badani hech nima bilan bekitilmagandi. Nomini esimdan chiqarib qo'ygan qaysidir mashhur rassom xuddi shunaqangi ayolning suratini chizgani esimga tushdi. Avval ikkala go'zalni gipnoz qildim. Bilsangiz, odam uxlayotgan mahali hushyorligidagiga nisbatan tezroq ixtiyoringizga o'tadi. Keyingi navbat A'zamga keldi.
amrimga bo'ysunadigan darajaga yetganidan keyin o'rnidan turdi. Albatta, mening xayoliy buyrug'im bilan. So'ng biz devorning ikkinchi tomoniga o'tdik. "Isming nima?" deya so'radim undan. "Azam", javob qildi u, ko'zlari yumuq qoldi. "Bunisini bilaman, haqiqiysi Javlon. Bu yerda turishlaringdan maqsad nima? Davlatni egallash. Ovsar, shu yerdagi narkomanlaring bilan butun boshli davlatni egallaysanmi? Qo'shimcha kuch keladi. Qayerdan? Afg'onistondan legionerlar. Qanaqa legionerlar? Arablar, oralarida inglizlar ham bor. Nega bu yerdagilarga tinimsiz nasha ulashayapsan? Ular butunlay itoatkor bo'lib qolishi kerak. Keyin o'limdan ham qo'rqishmaydi. Hamma bir ta'minlanadimi? Boshqaruvdagilarga berilmaydi. Asosan irodasi bo'shlarga, fikri aynib qoladiganlarga. Bir paytlar manqurtlar haqida eshitgan edim. Yosh, kuchga to'lgan yigit tanlab olinarganda uning sochi taqir qilib olinib, boshiga yangi so'yilgan tuyaning terisi yopishtirilib, ustidan mahkam bog'lab qo'yilar ekan. Undan keyin o'sha yigit jaziramaga o'tkazib qo'yilar ekan. Teri asta-sekin qurib, kallani siqar, shu bilan birga uning ichidagi ongu shuurni sug'urib olar ekan. Qarabsizki, oradan hafta o'tmay haligi baquvvat yigit manqurtga, ya'ni sizdan boshqaga itoat etmaydigan qulingizga aylanar ekan. Endi esa yana boshqacha yo'li topilibdi-da. Avval nima ish bilan shug'ullangansan? Ishlashga ulgurmaganman. 2 marta qamalganman. Nima sababdan? Birinchisida o'g'irlik qilib qo'lga tushganman. Ikkinchisida qo'shnimizning 15 yashar qizini zo'rlab qo'yganman. Voy ablahi, endi dinning peshvosi bo'lib oldingmi? Odamlar ergashayapti orqamdan. Bu yerga kelganlarning hammasi ro'yxatga olinadimi? Orqasidan ayg'oqchi qo'yiladimi? Ha, ro'yxat qani? U chodirning ikkinchi to'ri tomon yurdi. Men unga ergashdim. Azam egildi-da, qorong'ida alla nimalarni titkilay boshladi. "Sham olib kel", dedim. U qaddini tiklab yotog'i tomon keta boshladi. "To'xta, o'zim olib kelaman." Ikki go'zal butun borliqni unutgancha beozorgina bo'lib shirin uyquni urishyapti. Agar bularni uyg'otib, "Nega bu yerda sarson sargardon bo'lib yuribsizlar?" deb so'rasangiz, birdan ko'z yosh to'kishadi. Aldanib qolishganlarini, majburlab olib kelishganlarini aytishib, uvvos solishadi. Aslo o'zlarini aybdor hisoblashmaydi. Xayolimdan o'tgan gaplar bilan sanamlarga qaragancha biroz turib qolibman. Birdan o'zimni o'nglab, moychiroq bilan orqaga qaytdim. Azam latta puttalarni nari surganida seyf ko'rindi. U kodli ekan. Azam bir pasta oshida ichidan qalin, qop-qora daftarni oldi. Qora daftar qora ro'yxatga boy ekan. Unda bu jamoaning qachon tashkil bo'lgani, shundan beri nechta odam kelgan, ism, familiyasi, laqabi, qayerdanligi hammasi yozilgan ekan. Ro'yxatning eng so'ngida mening ismim turardi. Ismimning to'g'risiga bobo deb yozib qo'yishibdi. Kulgim qistadi. Umrim bino bo'lib shunaqa laqab orttiraman deb hech ham o'ylamagandim. Yoshligimda chayir, chaqqon degan laqablarning egasi bo'lganman. Lekin bobo. Yana bir ajablangan narsam shu bo'ldiki, ismimning to'g'risiga rasmimni yopishtirib qo'yishibdi. Men rasm bermagan bo'lsam, suratim qanday bularning qo'liga tushib qolganligi hayratlantirdi. "Kim berdi suratimni?" so'radim Azamga jahl bilan tikilib. "O'zimiz oldik", deya javob qildi u. "Qanday qilib?" "Chodirga maxsus fotoapparat o'rnatilgan. Qaysi yangi odam bu yerga kirsa suratga olinadi.
Hozir hammi? Yo'q. Shu payt chodir tashqarisidan qadam tovushlari eshitila boshladi. Men A'zam bilan suhbatni shu yerda to'xtatishga majbur bo'ldim. So'ng qora daftarni sefga, A'zamni esa anavi 2 sanamining qo'yniga joylab o'zim sekin tashqariga quloq tutdim. Qadam ovozlari tinib, jimjitlik yana hukmronligini o'rnatdi. Nonushtadan keyin kutilmaganda A'zam hammani yig'ib qoldi. Bizning yotoqdagilarning aytishiga qaraganda u bunaqa qilib ertalabdan hech kimni to'plamagan ekan. Xayolimdan biron nimani sezib qoldimikin? Qayerda xatoga yo'l qo'ydim degan o'y o'tdi. So'ng tezgina borib, A'zamning chodiri yonida qator turganlarning safiga qo'shildim. Bir piyola choy ichguncha ham bo'lmay, A'zam qarorgohidan o'ta g'amga botgan holda chiqib keldi va har birimizga bittama-bitta sinchiklab nazar tashlab chiqqanidan keyin xasta tovushda gap boshladi. Birodarlar, shu kungacha bu dargohda hech kimning buzg'unchilik bilan shug'ullanganligini bilmayman. Lekin kuni kecha kimdir bu yerdagi sof, pokiza havoni bulg'amoqchi bo'lgan. Allohga qasam, xuddi shunday qilgan. Yig'ilganlar orasida birdan g'alag'ovur boshlanib ketdi. Biz uning kimligini ham bilamiz. Bizning amrimizga bo'ysunishini istamadimi? U bizdan emas. Kofirlarga esa shariatimiz bo'yicha o'lim belgilab qo'yilgan. Aslida ham bekorga shu yerni makon tutmadik. Azbaroyi kofirlarni yer yuzidan supurib tashlash, xotin-qizlarimizni paranjiga kiritish, erkaklarni soqol mo'ylov qo'ydirish va salla o'ratish, shuningdek xalifalik davlatini barpo etish bosh maqsadimizdir. Kimki bizga qarshi tursa, millatidan qat'iy nazar itning o'limiga duchor bo'ladi. Bugun bir guruh birodarlarimiz o'z yerida davlatni qo'lga olish maqsadida jihad qilishmoqda. Erta-indin bizning galimiz ham keladi inshaalloh. Nutqing yomon emas ekan, gapir. Yana nimalar deb aldamoqchisan deya xayolimdan o'tkazdim men. Kimlarningdir buyurtmasiga ko'ra safimizga kirib olgan kofir orangizda deya hayqirdi A'zam na'ra tortib. Kofirga o'lim degan baqiriqlar har tomondan yangray boshladi. Shunda A'zam ularni yana qo'l ishorasi bilan tinchitdi-da, to'g'ri men tomonga kela boshladi. U avvaliga meni xuddi endi ko'rib turganday boshdan oyoq kuzatib chiqdi. So'ng yelkamga qo'lini qo'ydi. "Nima deysiz, birodar? Kim bo'lishi mumkin o'sha odam sifati maxluq?" deya so'radi. "O'limdan xabarim bor, lekin yangi odamman. Hali birortani yaxshilab tanib olishga ulgurganim yo'q", dedim imkon qadar yumshoq gapirishga urinib. Shunda u ko'zlarimga tikildi. Go'yo mazmun o'qmoqchi, kimligimni bilmoqchi bo'ldi. Ammo yutqazdi. Nigohining bardoshi yetmay ko'zlarini olib qochdi. "Men sizni birodar tushimda ko'ribman. Yarim tunda ikkalamiz bog'-rog'larni aylanib yurgan ekanmiz. Qizig'i, xuddi shu tushni yangilaringiz ham ko'rishibdi. Bu yog'iga nima deysiz?" dedi u soqolini silab. "Bilmadim. Bunaqangi narsalarga aqlim yetmaydi", dedim unga javoban. "Yaxshi", deb u qo'lidagi kecha-kechasi men ezg'ilab tashlagan sigareta donalarini burnimning tagiga keltirib ko'rsatdi. "Sizga tanishmi, birodari aziz?" Javob qilmadim. Indamay yuziga termilib turaverdim. "Sen bizdan emassan. Sen kofirlar avlodidansan", deya u orqaga burilgan kishi bo'lib birdan jag'imga musht tushirib qoldi. Zarba unchalik qattiq emas ekan-u, lekin yiqilishimga to'g'ri keldi. Yiqilishim bilan qolganlar ham menga tashlanishdi. Hech bunaqangi holatga tushmagan edim. Boshing, ko'zing, qorning demasdan bor kuchi bilan tepishardi ular. Men faqat himoyalandim. Oyoqlarimga tegayotgan zarbalarga e'tibor bermagan esamda nozik joyni mo'ljallaganlarning oyoqlariga urib turdim.
Shu holatimda Sherzod bilan Elyorning boshqalarga qo'shilib meni kaltaklayotganliklarini ko'rib qoldim. Alamim bo'g'zimga keldi. Senlarni shu umidda tarbiyalagan edimmi degan o'y o'tdi xayolimdan. Oradan biror 3-4 daqiqa o'tib, A'zam birodarlarni to'xtatdi. Jazo chodiriga olib boringlar-da ustidagi kiyimlarni yechinglar. Bu loyiq emas bizning kiyimda o'lishga. O'zinikini kiydiringlar. Undan keyin qatl qilinglar. Avval terisini ishinglar, undan keyin bo'g'izlaylar, deya amr qildi u. Meni sudrashib, jazo chodiri tomon olib ketishdi. Ataylabdan o'zimni holdan toyib qolgan odamday ko'rsatib, oyoqlarimni sudrardim. Chodirga kirishimiz bilan meni o'rtada turgan yog'och tomonga itqitishdi. Yiqilayotib meni bo'g'izlashga chog'lanayotganlarga razm solishga ulgurdim. 3 kishi, uchalasining ham yelkasida avtomat osoliq. Bittasi kelib avtomatini peshonamga tiradi. Ikkitasi qo'llarimni qayirib o'rnimdan turg'izishdi va endi kiyimlarimni yechishayotganida avtomat tirab turgan soqoltoyning iyagi tagidan chunnonam tepdimki, osmonga yarim metr ko'tarilib chalqanchasiga quladi. Qo'llarimni qayirganlar esa bir-birining peshonasiga to'qnashib ketishdi. Albatta, mening yordamim bilan. Hamma ishni juda tez bajarishim kerak edi. Agar 2 daqiqadan ko'p sarflasam, niyatimga yeta olmasdim. Shu boisdan peshonalarni ushlashib, nima voqea sodir bo'layotganligini hali anglab yetmagan 2 soqoltoyning orqa miyasiga mush tushirib, hushidan ketkazdim. So'ng jag'ini sololmay qiynalayotgan soqoltoyga ko'maklashib yubordim. U ham uzoq muddatli uyquga ketganidan keyin avtomatlardan birini olib, qolganlarning o'qdonini sug'urib, sholvarimga qistirib qo'ydim. Shundan keyin chodir eshigining yoniga borib tashqarini kuzatdim. Hamma asta-sekin tarqayapti. Sherzod bilan Elyor to'g'ri men tomonga kelyapti. Lekin A'zam ko'rinmaydi. Uni otib tashlamoqchi edim. Shunda bu yerda parokandalik boshlanar, to o'zlariga kelib olgunlaricha endilikda dushmanimga aylanib qolgan shogirdlarimni olib juftakni rostlashga ulgurgan bo'lardim.